Do'stlar, bugun siz bilan writing task 2 blog post yozishni ko'rib chiqamiz. Darsimiz boshida aytib o'tib ketmoqchiman. Masalan, qaranglar, bo'lishi mumkin, blog post bo'lishi mumkin yoki masalan aytaylik sizga forum post deyish mumkin yoki masalan aytaylik qaranglar, oracle deyish mumkin, oracle deyish mumkin. Bularning barchasi nima bo'lishidan qat'iy nazar qaranglar. All are written, hammasi yoziladi in the same way. Hammasi bir xil usulda yoziladi. Masalan, bularni masalan forum post qachon qanaqa bo'ladi, blog post qanaqa bo'ladi deb ularga o'ylanib o'tirmanglar. Ortiqcha haligi sizni boshingizga qotiradigan narsa bo'lishi mumkin-da. Undan ko'ra masalan hammasi bir xil yoziladi. Hammasini asosiy bitta maqsadi berilgan savolga javob berish. Tushunyapsizlar? Prosta nomini ozgina boshqaroq qilib qo'yishgan xolos. Okay? Demak, blog postlar qanaqa bo'ladi? Blog postlar demak 180 and 200 words. 180 tadan 200 tagacha so'z yozishimiz kerak bo'ladi. Aytib aytaman, qaranglar. It's better to write within this limit. Masalan, mana shu limitni ichida yozgan yaxshiroq. Ya'ni ba'zi so'raydi-da, masalan, ko'payib ketib qolyapti. 220 ta 230 yozib yuboryapman. Muammo emasmi deyshadi. Endi buni men masalan aniq bilmayman, qanaqa darajada muammo bo'ladi, qanaqa darajada yo'q. Endi buni masalan ba'zi examinerlar normal qabul qilishi mumkin. Lekin ba'zilari, masalan, o'ta ham strict bo'lgan examinerlar bunga negativ qarashi mumkin-da. Shuning uchun iloji boricha o'zi manada qarang 180 tadan 200 tagacha degani bu limit qo'yib qo'yapti bizga. 200 eng maksimalning bo'lsin, undan oshirib yuborma degan ma'noda. Masalan, mana bugun multi level kompyuter variantini topshirib keldim men borib. U haqida dars oxirida gapirib beraman. O'shanda ham men o'zim bolalar yozyapman. Bitta qarasam 230 nechta ham bo'libdi. İçine srochniy aniq edit qilib, polish qilib 200 ta, rovno 200 taga tushirib chiqdim. Ya'ni o'zim ham masalan ko'p yozmadim. Tushunyapsizlar? Mana shu narsaga yaxshilab jiddiy e'tibor qaratib berasizlar. Xo'p, yana nima? Demak, 182 so'z yozar ekanmiz-da. Asosan shu. Endi nima ko'ramiz? Endi buni demak, qana, bunga qarang, mark 6. 6 ball beradi. Endi dars oxirida buni qaranglar. At the end of the lesson, dars oxirida qaranglar. I will explain masalan writing assessment. Writing assessment deyimizga tushuntirib ketaman. Endi qaranglar. Bugun qaranglar, savol turlari ham ko'pda bunda. Mana shuni ko'rsatib beray. Question types in demak blog post. Qaranglar bola, blog postda savol turlari degan narsani o'zi masalan buni joriy etishimiz xato. Chunki blog postlarda xohlagan turdagi savollar tushyapti. Xohlagan turdagi savol tushyapti-da. Masalan aytaylik, mana bunga o'xshagan savollar tushyapti. Masalan, qarang, birinchi is it better bilan boshlangan savollar bor. Masalan, is it better? Qaranglar. To shop masalan online or at stores masalan. Birinchi savol. Ya'ni qaysi bir yaxshiroq, mononi qilish yaxshiroqmi? Online shopping qilish yaxshiroqmi? Storelarda shopping qilish yaxshiroqmi? Ya'ni bu ham mana is it better bilan berilgan savol yoki should bilan beriladigan savollar chiqyapti bo'ladi. Masalan, should should all workers yoki should all employees, qaranglar. Employees work masalan qaranglar from home. Hamma ishchilar uydan turib ishlash kerakmi degan savol. Qaranglar, should bilan boshlanadigan savol. Okay? Yoki masalan mana bunga o'xshagan tushyapti, qaranglar. What are the causes? Causeslar nima? And masalan qaranglar. And masalan and what masalan what are the causes of masalan unemployment, ishsizlikni sabablari nima? And what are the solutions? Yechimlar nima unga? degan savol tushyapti. Masalan, shunga o'xshagan ham tushdi-da. Men hozir bu yerda sizga haligi savol turlarini ko'rsatyapman. Is it better bilan boshlangan savollar bor ekan. Should bilan, what are bilan. Keyin prosta masalan what is your opinion degan ham tushyapti. Masalan, bunday deydi, qaranglar. Some people think, mana ba'zilar o'ylayaptiki, aytaylik, children, qaranglar, should not use computers. Ba'zi aytayaptiki, bolalar kompyuterdan foydalanmaslik kerak deydi. Orqasida aytadi, masalan, what is your opinion? Seni nima? Fikring nima bu bo'yicha degan savolni beryapti. Ya'ni endi qaranglar-da, masalan, boshqa savollardan bitta turi tushadimi yoki bulardan boshqa tushadimi farqi yo'q. Siz har qanday blog postlarni berilgan savolga javob berish orqali yozib ketaverasiz. Masalan, mana ikkinchisi nima deyapti? Hamma ishchilar uydan turib ishlash kerakmi desa,
O'ylangda nima javob beramiz? Ha ishlash kerak bo'lsa, ha deb yozasiz, yo'q bo'lsa, yo'q deb yozasiz. Tushunyapsiz? Endi men bugun sizga ko'rsatmoqchi bo'lganim oxirgi safar imtihonda tushdi. Mana bu tepadagilar har biriga dars o'tamiz, xudo xolasa. Men bugun sizga ko'rib bermoqchi bo'lgan savolim, yana bitta ko'p mana bu safar imtihonda ham tushdi. Bugun men topshirganimda ham tushdi. Ya'ni u qaysi desangiz, qarang. Solution based blog post. Ya'ni solutionga asoslangan blog postlar. Ya'ni faqatgina sizdan solution so'raydiganlar. U qanaqa bo'ladi desangiz, mana bunga o'xshagan qaranglar. How, bugun menga tushgan savol, masalan, how can we qaranglar. How can we keep, masalan, how can we stay motivated during while studying online. Bugun tushgan savol mana shu do'stlar. Ya'ni biz qanday qilib motivated qolishimiz mumkin online o'qiyotgan paytda. Qaranglarda, bu yerda sen fikring nima demayapti? U yaxshimi, bu yaxshimi demayapti. Qanday qilib mana how bilan boshlasa, do'stlar qaranglar, how bilan boshlayapti. Demak, bu sizdan qarang. The question is asking you, qaranglar, solution. Sizdan yechimlar so'rayotgan bo'ladi. Tushunyapsizlar? How bilan boshlasa, demak, qanday qilib shu ishni qilamiz deyapti. Demak, sizdan o'sha ishni qilish bo'yicha yechim so'rayotgan bo'ladi. Mana masalan, mana savol men bugun tushdi. Keyin qaranglarda, masalan, mana kanalda ham yozib ko'raman. Qaranglar, oxirgi imtihonda tushgan savol bor edi. Encourage deylik mana. Mana qaranglar, 13-mana dekabrda 2-smenada tushgan savolni mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana 13-dekabrda tushgan. Nima deyapti? Mana savol qaranglarda. How can parents and schools encourage children to read books more? Mana qanday qilib ota-onalar yoki maktablar bolalarni ko'proq kitob o'qishga encourage qilsa bo'ladi. Ya'ni bu yerda ham yechim so'rayapti bizdan. Bola encourage qilishda yechimlarini ber. Qaysi usullarda shu ishni qilish mumkin? Tushunyapsizmi? Buni siz juda ham ko'p variantlarda qilsiz bo'ladi. Masalan, aytaylik, masalan, how can aytaylik road accidents be reduced masalan. Qanaqa qilib yo'ldagi avariyalarni oldini olsak bo'ladi. Shunga o'xshagan. Endi bu mana shu aynan mana shu aytaylik bizga berilgan mana bu solution based blog postlarni qanaqa qilib yozamiz. Qaranglar bolalar. Mana shu yerda bitta nima aytib ketaman. Buni o'zlaringiz ham keyin mustaqil uyda qolgan savol turlariga bitta o'zingiz ham harakat qilib ko'rasiz yaratishga. Mana bunday narsa. Qarang, eng muhim qoidalardan birini yozyapman. Mana reshotka bilan yozyapman. Qaranglar. In every qarang, blog post questions, har qaysi blog post savollarida, do'stlar qaranglar. Question types deydi. Question type savol turida you should divide the question, qaranglar, into two main parts. Har qanaqa blog postlarda do'stlar siz savolni ikkita asosiy qismga bo'lib olishingiz bo'ladi. Bo'lib olishingiz kerak bo'ladi. Divide your ideas divide your ideas into two main parts. Ikkita asosiy qismga bo'lib olasiz. Bu nima degani? Ya'ni, masalan, men bizga berilgan blog postda qanaqa qilib motivatsiyali qolsak bo'ladi onlayn o'qiyotgan paytda. Yechim beraylik onlayn o'qiyotganlarga motivatsiyali bo'lish uchun. Qaranglar bo'lsa, har qaysi blog postda siz, men qarang, yana yozib ketyapman. You always deb qarang, har doim you always write qaranglar. Two body paragraphs. Doim ikkita body paragraf yozasizlar do'stlar. Yaxshilab eshitinglar. Har doim ikkita body paragraf yozasiz. Endi ikkita body paragraf yozadigan bo'lsangiz, aytib qo'yapman, qaranglar. One idea for each paragraph. Har bitta paragrafga bittadan g'oya berib ketishingiz kerak bo'ladi. Tushunyapsizlar? Demak, любой blog postda ikkita body paragraf yozar ekanmiz. Shu ikkala body paragrafda bittadan g'oya yoritib berishingiz kerak bo'ladi. Endi o'z-o'zidan kelib chiqadiki, demak, mana bu bizning savolimizga beradigan ideyalarimiz ham ikkita bo'lishi kerak ekan. Tushunyapsizlar? Masalan, aytaylik, yo'llardagi avariyalar qanaqa qilib kamaytirish mumkin?
Endi yo'llardagi avariyani kamaytirish mumkinligi uchun biz ikkita yechim topishimiz kerak bo'ladi. Masalan, mana buni olaylik, qaranglar. Tak. How can road accidents be reduced? Ketdi, qaranglar. Ikkita g'oya topamiz mana shunga. O'zim aytayapman, ideyalarimni ikkiga bo'lib olaman. Ikkita qilib olishim kerak edi ideyani. Shuning uchun buni ham ikkita ideya topaman. Endi mana sizlar menga aytinglar, qanaqa qilib yo'llardagi avariyalarni kamaytirsa bo'ladi? Ha? Nima deysizlar? Qani menga bitta Telegramdagilar yechim berib ko'ringlarchi. Qanaqa qilib yo'llardagi avariyalarni kamaytirsak bo'ladi? Kamera qo'yish kerak. Malades. O'zbekiston. Ana makanim, jonajon o'lkam. Svetofor, endi svetofor ham yo'qda bor-ku. Make more speed limits, jarimalar. Endi Habib, ideya bering, nima kerak bor bu gapga? U sizlarga bo'lmayapti u dars. IELTS'larga bo'lyapti. Traffic lights, yo'llarni to'g'irlash kerak, radar qo'yish kerak, expansion, svetofor, ogohlantiruvchi belgilar, o'yinkorlar qat'iy jazolar, infrastruktura yaxshilik kerak, pulli yo'llar tashkil qilish kerak, malades. Mashina telishlatmaslik, radar ko'paytirish, gaylar almashtirish kerak. Why? O'zbekiston yo'llarni to'g'irlash kerak. Interesting. Mashinani yo'q qilish kerak. Ahrorbek, piyoda yurib borasizmi keyin Toshkentga? Chorrahalarni ko'paytirish kerak. O'zi chorrahalar to'la yotibdi-ku. Qo'shimcha yo'llar shtraf pulini oshirish kerak, yaxshi. Public transport tekin qilish kerak. Interesting. Radarlarni ko'paytirish kerak. Yo'llar sifatini oshirish kerak. Mashinani qimmatlash kerak. Driver education ham mana zo'r g'oya chiqyapti. Driver education, haydovchilarni yaxshiroq o'qitish kerak masalan. Yo'llarni ko'paytirish kerak. Yo'l qoidalariga amal qilish kerak. Yaxshi. Okay, zo'r, malades. Endi ketdi, dalshi davom etamiz. Demak, mana qaranglar, masalan aytaylik, idea 1, birinchi g'oyamizga aytaylik, more serious punishment stiliga, ko'proq jiddiyroq jazolar bo'lsin. Chunki mana jazolar jiddiy bo'ladigan bo'lsa, haydovchilar o'sha jazolanishdan qo'rqadi. Ya'ni jarimaga, masalan, radardan nimaga qo'rqadi? Radar o'zidan qo'rqmaydi odam. Radarga tushgandan keyin keladigan jarimadan qo'rqadi. To'g'rimi? O'sha jarimalardan qo'rqib odamlar sekinroq yuradi. Jiddiyroq bo'lsa, masalan, hozir aytaylik, bitta jarimaga 10 million so'm bo'lsa, qani ko'ramiz ekan, speedometrni 60 dan o'tsa, mashina o'zi uchib qo'yadigan qilib olishadi odamlar. Tak, yoki masalan idea 2 ga aytsak bo'ladi. Masalan aytayman, men ham yaxshi o'y ekan, driver education. Ya'ni haydovchilarni nimasini ta'limini oshirish kerak, yaxshiroq bilim berish kerak, yaxshiroq ularga anaqa qilish kerak, masalan haydovchilik guvohnomani o'qitib oladigan qilish kerak. O'zi O'zbekistonda mana shu ikkala biz berayotgan yechimlar allaqachon qo'llanib bo'lindi. Ya'ni jiddiyroq jazolar. Masalan, mana drunk driving deymiz, ya'ni alkogol ta'sirida mashina haydash, ichib olib mashina haydashga masalan hatto qamoq jazosi va juda ham katta jarima bor. Mana jiddiy jazolar oladigan bo'lsak, yoki driver education ham biz o'zi jiddiylashib ketdi. Mana prava olish qanaqa qiyinlashib ketdi oxirgi yillarda bilasizlar. Masalan, bular albatta o'sha yo'l qoidalarini, yo'ldagi aksidentlarni kamaytirishga xizmat qiladi. Mana qaranglar, ikkita ideya topib oldim. Ya'ni siz ham do'stlar har qanaqa blog postlarda savolingizni ikki qismga bo'lib olingda. Mana masalan qaranglar, misol keltirib ketaman, Og'iz aka. Mana bunda qarang, what are the causes of unemployment and what are the solutions deyapti. Bunda o'zi aniq nima yozishingiz qaranglar. Body 1 da o'z-o'zidan nimani yozib beraman? Causeslarni yozib beraman, to'g'rimi? Causes. Endi body 2 da bo'lsa nimani yozaman? Solutions yozib beraman. Tushunyapsizmi? Causes, solutions. Masalan, mana unda ba'zilar o'ylayaptiki, bolalar foydalanmaslik kerak. Sening fikring nima? Masalan, shunday aytasiz, men o'z-o'zidan body 1 da masalan foydalanmasin bola, chunki masalan waste of time birinchi sabab. Anaqa vaqtini isrof qiladi. Body 2. Ikkinchidan masalan aytaylik, ularda health concerns, ya'ni sog'ligiga zarar masalan. Ko'p o'tiradi, zreniyaga va hokazo va hokazo. Tushunyapsizlar? Mana xuddi shunaqa qilib ikkita qismga bo'lib ketaverasiz. Masalan, mana unda hamma ishchilar uydan turib ishlash kerak. Masalan, aytaylik, men yo'q deyapman. Uydan turib ishlamasin. Masalan, body 1. Birinchisi qanaqadir social interaction ne deyim, less deylikmi? Little.
juda ham kam haligi ijtimoiy muloqot kamayib ketadi. Odamlar bir-bilan ko'rishmay qo'yadi ishlamasa. Nabarot oqibat kamayib ketadi. Tushunyapsizlar? O'zi stress, depressiya bo'lib qoladi uyda o'tiraversa. Yoki masalan ba'zi impossible. Ba'zi ishlarni uydan turib qilish qiyin. O'zi imkoni yo'q. Masalan, zavodda ishlaydiganlar uydan turib qanaqa ishlaydi? Tushunyapsizlar? Uni imkonsiz bo'lgan narsalar ham borda. Mana e'tibor beringlar, hamma savollarni ikkita qismga bo'lasiz bo'ladi. Birinchi paragrafda masalan o'zingiz blogga masalan mana ba'zi kompyuter ishlatmasin bolalar deganga birinchi paragrafimda waste of time tushuntiraman. Vaqtini isrof qilib yuboradi. Ikkinchi paragrafimda health concerns, ya'ni sog'lik bo'yicha xavotirlar bor. Okay? Endi mana bu savolni mana qaranglar, ikkita qismga bo'lib oldim. Birinchi ideyam, ya'ni mana bu body 1 bo'ladi. Body 1 da mana shuni yoritib beraman, ya'ni idea 1 ni yoritib beraman. Tushunyapsizlar? Body 2 da bo'lsa, idea 2 ni yoritaman. Xo'p, endi mana nimaga men boshida do'stlar buni bodylarni aytishdan boshladim? Chunki siz o'sha bodylarga qarab turib essayni planlashtirasizda. Bodylarga qarab turib essay mana yozadigan blog postingizni ideyalarini nima deydi? Oldindan tartibga keltirasiz. Shuning uchun bodydan boshladim. Endi qolgani ham oson. O'zi full structure qanaqa bo'ladi? Full structure. Qarang, full structure. Full structure demak har doim nimadan boshlaymiz? Introduction. Ya'ni tanishtirishdan boshlaymiz. Kirish qism bo'ladi va oxirida conclusion bo'ladi. Va bularning o'rtasida introduction bilan conclusionning o'rtasida albatta body 1 va nima? Body 2 bo'lishi kerak. Okay? Endi ko'ramiz. Introductiondan nima yoziladi? Introductionda qarang, ozgina background bilan boshlaylik. Iloji bo'lsa background plus answer the question. Savolga javob berasizlar. Mana qaranglar, buni nimaligini ko'rsaman. Background nima degani? Qaranglar. Background degani qaranglar. A general sentence about the main topic. Ya'ni bizga berilgan do'stlar, main topic bo'yicha umumiy bitta gap aytib boshlasak bo'ldi, yetadi. Mana shu background bo'ladi. Masalan, bizning main topigimiz nima do'stlar? Savolimizning asosiy topik nima? Qanaqa qilib yo'ldagi aksentlarni kamaytirsa bo'ladi. Demak, bizning main topigimiz yo'ldagi halokatlar, ya'ni yo'ldagi avariyalar. Mana shu haqida bitta umumiy, haligi dunyo bo'yicha to'g'ri bo'lgan, rad etib bo'lmas gap aytib boshlayman. Ana masalan qaranglar, mana bunga o'xshagan. Aytaylik, masalan with the with the ever increasing number of vehicles, masalan qaranglar, doimiy o'sib borayotgan transport vositalari, ya'ni mashinalarning soni bilan, doimiy o'sib borayotgan mashinalar soni bilan road yoki the level of qaranglar, the rate of road accidents masalan has been on the rise. Doimiy o'sib borayotgan transport vositalarining soni bilan, ya'ni transport vositasi doimiy o'sib boryapti. Shu bilan birga bir qatorda yo'ldagi avariyalarning ko'rsatkichi ham has been on the rise. Nima bo'lyapti? O'sishda bo'lyapti. Mana umumiy gap aytib boshladim. Mana background mana shu bo'ladi. Background. Tushunyapsizlar? Endi qaranglar, answer the question degani savolga javob ber. Ya'ni do'stlar, mana background sariqdorligi. Savolga javob ber degani, do'stlar qaranglar. Menda aytayapti, qanaqa qilib yo'ldagi avariyalarni kamaytirsak bo'ladi. Siz yo'ldagi avariyalarni kamaytirishda ba'zi usullar bor deng yetadi. Tushunyapsiz? Aynan o'sha o'zini gapirishingiz shart emas. Masalan, there are masalan several effective measures, bir necha samarali usullar bor that can be taken, olinishi mumkin bo'lgan, masalan to deal with this issue. Lekin however qo'yaylikmi? Lekin mana however, lekin bir nechta samarali usullar bor, qaysiki olinishi mumkin bo'lgan bu muammoni hal etgan. Mana bu joy do'stlar, nima bo'ldi? Answer the question bo'ldi. Savolga nima javob berish bo'ldi. Mana do'stlar. Demak, men bu background ekan, sariqda oldim-da, mana. Sariqda olyapman.
bunday qilaylik, mana qarang. This is my background sentence. And this one is where I am answering the question. And the question was how road accidents can be reduced, and I'm here answering that. There are several measures that can be taken to deal with this issue. Ya'ni bu muammoni hal etish uchun yechimlar bor deganim. Demak, shuni kamaytirsak bo'ladi demoqchiman. Tushunarli? Mana shu do'stlar introduction paragrafi bo'ladi. Okay? Endi. Men bu yerda cause yozmadim lekin. Dars davom etamiz. Endi mana qaranglar, badilarni qanaqa izohlaymiz, qanaqa qilib mana bu misolni berib ketamiz. Mana qaranglar. Boshida har doim nima yoziladi? Qaranglar. Topic sentence yoziladi. Topic sentence nima degani? Qaranglar. Introduce your main idea. Asosiy ideyani topic sentence'da tanishtirib ketasizlar. Ya'ni masalan qaranglar, men asosiy g'oyam nima? Birinchi paragrafda nimani yozib bermoqchiman? Birinchi paragrafda o'sha yo'llardagi avariyalarni kamaytirish uchun nima qilishimiz kerak ekan? Birinchi paragrafda jiddiyroq jazolar joriy etish kerak dedim. To'g'rimi? Xuddi mana shuni tanishtirib beraman. Mana qaranglar qanaqa qilamiz. Masalan, qaranglar. The first method of reducing road accidents deb qaranglar. Yo'ldagi avariyalarni kamaytirishni birinchi usuli deb boshladim. Tushunyapsizlar? Is to introduce masalan mayli tepadan yozing more serious punishments. Ko'proq jiddiyroq jazolarni tanishtirish bo'lardi deb boshlab oldim. Tushunarli? Endi undan keyin do'stlar qaranglar, har doim buni explain qilasizlar. Explain nima degani? Explain bu tushuntirib berish. Ya'ni qaranglar. Why? Savol bering o'ziga. Qanday qilib jiddiyroq jazolar kamaytiradi? Yoki how? Nimaga kamaytiradi? Qanday qilib o'sha jiddiy jazolar tanishtirsam kamaytiradi? O'zingizdan so'rang-da. Masalan, qaranglar, aytyapmiz, kamar taqmaganlik uchun 5 million jarima hozir. Mendan zo'r kamar taqadigan odam bo'lmaydi. Masalan, hamma kamar taqishga o'tib ketadimi? 5 million kim to'lagisi keladi, masalan. Demak, odamlar o'sha jarima to'lashdan, o'sha qattiq jazolardan qochib, jazolardan qo'rqib shu ishni qilmaydi. Endi mana aytamiz, qaranglar. Masalan, mana this is because chunki stricter punishments, jiddiyroq, masalan qaranglar, jiddiyroq jazolar, masalan qaranglar, generally instill fear. Odamlarga nima qiladi? Qo'rquv soladi. And act as a deterrent against breaking the law on roads. Mana qaranglar. Nima deyapman? Chunki qattiqroq jazolar, mana stricter punishments degani jiddiyroq jazolar generally instill fear. Qo'rquvni kiritadi. And act as a deterrent degani qaranglar, qaytaruvchi bo'lib xizmat qiladi. Nimadandir odamlarni qaytaradi. Mana aytda ko'rsiz bo'ladi. Deterrent bu haligi C2 level so'zda. Mana o'zim aytdim ham, как раз biz bo'lib gap bergan ekan. Mana qaranglar. Mana o'rganib olyapsiz, zo'r vocab C2 level so'zi. Mana pastki gapni o'qinglar-da. Tougher prison sentences. Mana tougher degani bu ham haligi qattiqroq qamoq jazolari, ya'ni ko'proq qamoqxona jazolari may act as a deterrent, ya'ni qaytaruvchi bo'lib xizmat qiladi to other would be offenders, ya'ni kelajakdagi jinoyatchilarga, masalan, jinoyat qilmoqchi bo'lganlarga qaytaruvchi bo'lib xizmat qiladi. Ya'ni nima demoqchi? Qamoq jazosini uzaytirib qo'ysak, jinoyat qilaman deganlarni oldini oladi demoqchi. Tushunyapsizlar? Mana. Endi qaranglar. Endi bu yerda masalan qaranglar. Mana buni qilib ketsangiz ham bo'ladi. Qaranglar. Detail plus this is because punishment generally feel and accusatory against breaking the law on roads. Yana shuni ko'proq detallarini berib turib, qarang, orqasi yoki masalan natija berasiz bo'ladi. Detal degani mana uni yana ham ochib berasiz. Ya'ni hop, qo'rquv solar ekan odamlarga, ya'ni yo'ldagi qoidani buzishdan qaytarar ekan. Shuni yana ham ochib beraylik. Masalan aytamiz.
Xo'p, masalan qaranglar mana. Heavy fines, san misol beryapman haligi. Heavy degani katta jarimalar, masalan, license suspension degan ibora bor. Bunaqa litsenziyani, ya'ni guvohnomani olib qo'yish, haydovchilik guvohnomasini, pravani olib qo'yish, and even prison sentences, hattoki mana qamoq jazolari deb qaranglar. Yakunda linkga qaranglar. The implementation. Qarang, implementation degani bunaqa tanishtirilishi, joriy etilishi. Ya'ni mana joriy etilishi katta jarimalardir. Mana stricter punishments bor-ku do'stlar, qattiq jazolar. Shunga misol keltiryapman. Ya'ni katta jarimalarni tanishtirilishi, license suspension, bo'yiga haydovchilik guvohnomasini olib qo'yilishi va hattoki prison sentences, ya'ni qamoq jazolari, qaranglar. Would make road offenders, qaranglar, think twice before masalan committing a road related crime. Mana qarang. Mana shu nimalar, ya'ni jarimalar would make of road offenders, ya'ni yo'l yoki nima deyim ekan, motorists deyim ekan. Would make motorists degan bu haydovchilarni think twice, ikki marta o'ylashga majbur qilardi deyapman. Ikki marta o'ylaydi degani o'shani yaxshilab o'ylab, o'sha qilmaydi deganida bu. Ikki marta o'ylashga majbur qilardi yo'lga doir jinoyat qilishdan oldin. Ya'ni qoidani buzishdan oldin ikki marta o'ylab, yaxshilab o'ylaydi, to'xta, hozir qoidani buzsam pravani olib qo'yadi. Qoidani buzsam katta jarima keladi deydigan xayolni beradi deyapman. Tushunyapsizlar? Endi orqasidan qaranglar. Mana aytib qo'ysak bo'ladi. Which qaysiki qaranglar. Leads to safer traffic flow. Deylik, mana qaranglar. Qaysiki yetaklab boradi? Safer, ya'ni xavfsizroq qatnov oqimiga olib keladi. Shu yerda mana example ham berasiz bo'ladi. Qaranglar. Example ga iloj bo'lsa hayotdan olamiz. Mana hayotda O'zbekiston misol keltirsak bo'ladi. Masalan, bizda hozir ichib olib haydaganga nima bor? 15 sutka qamoq jazosi bormi? 20 million, 21 millionmi qanchadir ham jarima bormi? Shuni yozaylik mana. Qarang, for example, masalan deb qarang. In my country, Uzbekistan, meni mamlakatim O'zbekistonda, qaranglar. Drunk driving, qarang, ichib olib haydash deganim. Is punished, jazolanadi with a short time prison sentence and masalan a large amount of fine, which has been effective in masalan in lowering these offenses. Mana qaranglar. For example, in my country Uzbekistan, masalan meni mamlakatim O'zbekistonda drunk driving ga ichib olib haydash is punished with a short time prison sentence, ya'ni qisqa muddatli qamoq jazosi, and a large amount of fine, katta miqdordagi jarima bilan jazolanadi. Qaysiki has been effective, samarali bo'lib kelmoqda in lowering these offenses, ya'ni bu jinoyatlarni pasaytirishda samarali bo'lib kelmoqda deymiz. Okay? So here I have developed the idea in my first body paragraph, and as you can see I've written 4 sentences. In my first sentence I wrote topic sentence where I introduced my main idea. In the second sentence I explained that main idea by answering the questions of why and how. And in my third sentence I gave some extra detail with an element of result. And in my last sentence I gave an example. The example of drunk driving being punished with a prison sentence and a heavy fine, in Uzbekistan. This is what we've done. Yeah. So, how many words? Nechta so'z qo'lladim? Bitta ko'raylikchi. Iloji bo'lsa mana shu 80 ta atrofida bo'lsa yaxshi bo'ladi. Undan ko'p bo'lsa ham bo'lmaydi lekin. 80 ta 75-80 o'rtasi menga yoqadi. O 88 ta ekan, ozgina ko'p bo'lib qopti. U yomon emas. Endi men haligi
yaxshiroq tushuntiray deb sizlarga ko'proq yozib bir bolalar qilyapman. I think that's good. Endi qaranglar, ikkinchi paragrafni ham xuddi mana shunga o'xshatib develop qilsak bo'ladi. Mana qaranglar, ikkinchisida nima dedim? Haydovchilarni bilimini oshirish kerak dedim, to'g'rimi? Endi buni qanday yozsak bo'ladi? Bilimini oshirish uchun testlarni sal qiyinlashtirib, ko'proq o'qitib, shunaqa qilamiz, to'g'rimi? Bitta yaxshi g'oya o'rganib olasizlar-da. Masalan, qiyinroq bu-yu ko'ramiz. Xo'p, ketdi. Qaranglar, bunday deb boshlasak bo'ladi. Yana bitta mana, endi bularni qavs yozib ketaman, alohida yozmayman. Topic sentence yozyapman, qaranglar. Topic sentence. Masalan, another solution, yana bitta yechim would be masalan would be raising the standards of masalan driver education. Yana bitta yechim would be deyapman. Bo'lar nima bo'lardi? Raising the standards of driver education. Ya'ni haydovchilik ta'limini standartlarini nima qilish, ko'tarish bo'ladi. Endi qaranglar, explain qilishda shuni aytib ketaman-da. Masalan, o'z mana ko'plab mamlakatlarda haydovchilar yaxshi o'qitilmaydi, yaxshi bilim berilmaydi, osonlik bilan pravo oladi va borib nima bo'ladi? Natijada o'sha yo'l qoidaga bo'ysunmaslik o'rganadi. O'sha pravoni qiynalib oladigan bo'lsa, yaxshi o'qib oladigan bo'lsa, yo'l qoidasiga nima qiladi? Bo'ysunadi. Shuni aytib ketamiz. Masalan, qaranglar. In many countries, ko'plab mamlakatlarda qaranglar. The procedures for drivers are prepared improperly and not go through tough examinations, which is sometimes made worse with bribery and corruption. Mana deb qarang. Ko'plab mamlakatlarda drivers are prepared improperly. Haydovchilar haligi nobob tayyorlanadi, tayyorgarlik ko'rsatiladi. And do not go through tough examinations va qattiq imtihonlardan o'tishmaydi deb qaranglar. Which is sometimes made worse, qaysiki yana ham yomonlashtiriladi with bribery and corruption. Bribery pora, corruption bu korrupsiya. Qaysiki ba'zi yomonlashib ketib qolib, mana o'zimdek deb qarang, o'zing nobob tayyorlanyapsan va qiyin imtihonni o'tmayapsan, buni ham battar qilib demoqchiman, which is sometimes made worse with bribery and corruption. Haligi pora va korrupsiya bilan battar yomonlashib ketadi. Endi natija beramiz. Natija nima bo'lyapti? As a result, natijada qaranglar. Potential drivers, haydovchilar are obtaining, olishyapti nimalarini? Masalan, license olishyapti. Masalan, without nima bilan? Without masalan enough practical and theoretical knowledge. Natijada deyapman, nima bo'lyapti? Ehtimoliy haydovchilar, o'sha potensial haydovchilar litsenziyalarni olishyapti, licenses yetarli bo'lmagan nazariy amaliy bilim bilan olishyapti. Yana nima qarang, shu oxirida ana solution'ni bitta berib ketaman. Solution'ni qanaqa endi aytaman. Endi if deb agar this process, if qaranglar, if this o'sha applicants, agar bu nomzodlar qaranglar are qaranglar trained with masalan professional are trained professionally, professional tayyorlansalar and tested rigidly degan so'z menga to'g'ri keladi, rigid tushmas ekanda, shu rigidly ko'ruvdim-da, stiff fixedly rigidly mayli. And tested strictly deylik, strictly
qaranglar. Would be drivers would be more informed masalan about road rules ya'ni leading to nima deylik ekan, leading to safer roads in turn. Mana qaranglar, zo'r chiqdi. Qaranglar, mana bu yergacha o'sha haydovchilik guvohnomasidagi bo'layotgan muammolarni tanishtirdi mana makkacha. Oxirida shularni hal qilsak yaxshi bo'lib ketadi deb ketdim. Men qaranglar nima dedim. If these applicants, agar shu nomzodlar, ya'ni mana bu haydovchilik olayotgan nomzodlar professional tayyorgarlik ko'rsatilsa va tested strictly, ya'ni qattiqqo'llik bilan test qilinsa deyapman. Would be drivers, ya'ni would be bu kelajakdagi haydovchilar, ya'ni mana shu haligi testdan o'tayotganlar would be more informed, ko'proq xabardor bo'lishardi yo'l qoidalari bo'yicha. Leading to safer roads in turn, ya'ni xavfsizroq yo'llarga yetaklab borib o'z navbatida. Bu endi ikkinchi paragrafimiz bo'ldi. Da? Endi mana qaranglar, mashina endi nima qilamiz? Oxirida xulosa, endi qarang, xulosada conclusion. Mana xulosada nima qilasizlar? Xulosada shunchaki mana shu tepada aytgan ikkita qoidam bor, shularni qaytarib qo'yamiz. Overall nima olganda qaranglar. Road accidents could be prevented. Yo'ldagi accidentdan old olinishi mumkin. Masalan, with serious punishments, jiddiyroq jazolar bilan and va nima bilan? And masalan, quality driving education, va sifatli haydovchilik ta'limi bilan deb qo'ysak bo'ladi. Mana bo'ldi, mana shu ikkalasini qaytarib qo'ysak bo'ldi-da oxirida. And this is our whole blog post.